Ana. Nima joylar endi bu yoqlari. O'zimizda nima bo'ladi shunday joylar bo'lganda? Yo'q, unday qo'polashmang, ha. Yo'q, qoch. Sen ham kirasan. Bilmadim, seni kirgizadimi, yo'qmi? Ana, chaqirsa chiqdi. Egalar chaqirdi, chiqib ketdi. Chiroyligini qaranglar, mana chiroyligini. Mana uni ichiga kirsak nimadir bo'lsa kerak menimcha. Buni tomosha. O, ana. Nima qiladi? Mana uni ochsa nimadir chiqishi mumkin, men qo'rqyapman ochgan. Xullas tepa, bas, mana ularni ochgan to'g'risi qo'rqyapman. Shavkat aka bo'lgan, Shavkat akaga ochtiraylik. Ana shunda baqiradi, qo'rqitadi odamni. Xullas nimadir yozuvlari to'xtatib pauza qilib tarjima qilib o'qib ko'rsa bo'ladi. Men ochmadim xullas. Shavkat aka bilan kelib ochib ketaman. Lik deganday bo'lgan ekanda, Ranoni boshqargan ekan. Mana bari tepasida qo'yish batareya bor ekan. Ha, tepadagi uy deyatdingiz. Nima bo'lishi mumkin bu Shavkat aka?